Assalomu alaykum hurmatli Instagram kuzatuvchilari va kanalimiz a'zolari. Tepadagi sotuvda turgan prinsiplarni ham obzor qilib beringlar deyishgan ekan. Xudo xolasa mana bitta obzor qilib beramiz. Prinsipimiz razmeri 3 metrga 1.60 cm ekan. Portlarimiz alkafon. Prinsipimiz ishlamagan, yozdan beri turibdi. Pollarimiz kantner pol. Fanerkalar bo'lgan ekan mana. Tepasi tent, yonlarimiz alkafon ekan mana. Labo singari eshiklarimiz. Nomer pasporti bor ekan. Oluvchi nomiga dovenni xolasa nomiga o'tkazib olishadi. Tentlarimiz yaxshi holati mana. Balonlarimizning holati o'rtacha, balon qo'yib olsalar yaxshi bo'ladi. Resorlarimiz traktorda resori 5 sloyli turibdi-kan. Plus prujina. Bortlarimiz qalin emas, yaxshi xudo xolasa. Zapaskasi bor ekan mana. Zamogimiz Vanmer 1,5 tonnali zamog turibdi-kan. Prinsipimizda balonlarning razmeri 15. Sifari holatlari yaxshi. Dugalarimiz bor ekan mana. Egalarini telefon raqamlari xolasa tagida yozib qoldiramiz. Telefon qilib kelishib olasizlar. Prinsipimiz egasi 16 million deb ketishgan. Xolasa yana tushib berishadi. Ikkinchi prinsipimiz rossiyskiy M2 prinsip ekan. 3,5 ga 1.50 cm. Tentlarimiz ancha xizmat qilgan. Bitta yangilab olasizlar. Shotkalarimiz 3x2 profildan bo'lgan ekan. Prinsipimizning pollari butun, xudo xolasa mana. Stop fari holatlari yaxshi. Qo'shmos prinsipimiz Savatskiy resorlarda turibdi, 4 sloyli. Balon holatlari bitta balon qo'yib olasizlar ekan. Komplekt. Plastmassa krelolar butun. Dishlalarimiz usulini qilib qo'ygan ekan mana akamiz. Polni shuyler kiydirishgan. M2 rossiyskiy prinsipimiz. Mana bu yondan ko'rinishi. Bunda ham akalar mana 1,5 tonnali zamogimiz turibdi Vanmer. Albatta bu ikkalasi ham рабочий. So'raganlar uchun obzor qilyapmiz. 4 ta balon bir xil dayilgan ekan. Boya ko'rsatdim. Bu prinsipimizning razmerini 290 ga 1.60 deyishdi. Buni ham egalarning nomerini pastda qoldiramiz. Obuna bo'lib qolasizlar akalar. Like bosib turasizlar. Xudo xolasa chiroyli obzor qilishga harakat qilyapmiz. Xatolar uchun uzr so'raymiz sizlardan. Hali bu sohada yangiligimiz uchun to'liq sizlarga yetkazib bera olmasligimiz mumkin. Yangi prinsiplarimiz tayyorlanyapti mana bu tarafda. Bu prinsipimiz razmeri 3 metrga 1.40 cm, bortning balandligi 50 cm. Balon holatlari yangi mana. Plastmassa krelolar, ular esa 1,5 tonnaga ko'tariladi bunimiz. Stofari holatlari yangi. Bortlarimiz alkafondan akalar. Bu prinsipimiz oluvchining nomiga shot faktura bilan chiqadi. Oluvchi o'zining nomiga nomer pasport qadab olaveradi. Bunda ham 1,5 tonnali rossiyskiy zamoklarimizdan turibdi. Dishlar sistemamiz polni ustki akalar. Prinsipimizni poliga keladigan bo'lsak mana. Poli Persavonniy birizoviy faner, ya'ni rossiyskiy prinsiplari poli bilan bir xil bo'ladi. Yana nimasini aytamiz o'g'lar? Resorlarimiz Labo resor turibdi, plus prujina, plus amortizatsiyalar bilan. Obuna bo'lish esdan chiqmasin akalar. Sog' salomat bo'lasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'shtepa qishlog'idan bo'lyapti. Bu tomon Toshkentga ketish akalar. Mana bu tomon
Andijonga ketish. Mostdan 300 metr Toshkent tarafga qarab yurganda akalar, chap qo'lda keladi ishxonamiz. Ishxonamiz mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 99lik kod bilan 23688, 90lik kod bilan 176 36 88. Xudo xolasa ichkarida ham yana bitta yig'ilib ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz razmeri 240 ga 140 cm. Zavodskoy 5 siloyli resorlardan qo'yilyapti. Idishlarimiz shu yillar, ramalarimiz ham shu yillar. Ichidagi to'rga-to'rlarimiz stenkasi 2. Yana xudo xolasa egalarining mashinasi Matiz ekan, xudo xolasa Matiz avtomobili yo'qlab chiroyli ustunovka qilib beramiz. Like bosib turasizlar akalar, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Sog' salomat bo'linglar.